Aylanaga chizilgan teng tomonli uchburchakning yuzi bu kvadratga teng. Aylana radiusi shu ifodaga teng ekanligini isbotlang. Aylana markazi O nuqta shu yerda joylashgan bo'lsin. Aylana markazi bilan uchburchakning uchlarini tutashtiramiz. Aylana radiusi A nuqta bilan tutashtirsak ham aylana radiusi, B nuqta bilan tutashtirsak ham aylana radiusi. Jami 360 gradus bo'lsa, uchburchagimiz teng yo'nli bo'lgani uchun har birini teng 3 qismga ajratadi. 120 dan. Bu ham 120 gradusga teng. Demak, uchburchagimizni ikki tomon va ular orasidagi burchak teng bo'lsa, bu uchburchagimiz o'zaro teng bo'ladi. Demak, uchta uchburchagimiz ham o'zaro yuzasi teng. Har biri bir-biriga teng. Bittasini yuzasini topadigan bo'lsak, 1/2 radius ko'paygan radius ular orasidagi burchak sinusga teng. Radius kvadrat taqsim 2 sinus 120 da ildizi 3/2. Ildizi 3/4 radius kvadratga teng. Jami ABC uchburchakning yuzi 3 ta S1 bo'lgani uchun 3 ildizi 3/4 radius kvadrat. Bu ham masalada q kvadratga teng. Shundan radius topadigan bo'lsak, radius kvadratimiz teng 4 q kvadrat taqsim hozir q 3 ildizi 3 ga teng. Ikki tomondan ildiz oladigan bo'lsak, radiusimiz 2q taqsim ildizi 3 ko'paygan 4 ildizi 3. Buni ildizni ichiga olib kiramiz. 2q taqsim 4 ildizi 9 27 bo'ladi. Surat mahrajini 4-ildizga ko'paytiradigan bo'lsak, 2 4-ildizi 3 q taqsim 4-ildizi 81 bundan chiqadi. Demak, bizdan shuni isbotlash talab qilingan edi.